Hayotimizga ta'sir qiladigan eng kuchli his ham nafasda, ham gapda, ham ichda bu shukronalik hisoblanadi. Men sizga shukronalikni eng ishlaydigan, hayotingizga kirgizishingiz kerak bo'lgan ilmini bermoqchiman. Chunki juda ham ko'pchiligimiz soxta shukurda yuramiz. Soxta shukur bu nima? Faqatgina tilimizda qolib ketadigan shukur, ichimizga yetib bormaydigan shukur, hayotimizga biz xohlagan narsalarni kiritmaydigan, aslida biz xohlamagan narsalarni kuchaytiradigan shukur, bu soxta shukur deyiladi. Shunchaki faqatgina gapda va og'izda qolib ketadigan shukur. Bugun siz bilan nimalar haqida gaplashamiz? Bugun siz bilan soxta shukurdan yechim shukurga o'tish va sizni hayotingizdagi va shukronadagi sehrli so'z haqida gaplashamiz. Nega bizda noshukurlik uyg'onib qoladi? Nima uchun ichimizdan doimiy norozilik va depressiya, stressda yuramiz? Bularni hammasi shukronada hal bo'lishi haqida gaplashamiz. Siz bilan chala shukur qanday bo'ladi va qanday qilib to'liq shukrona qilish kerak va shukrona orqali hayotingizga kiradigan mo'jizalar va sizni xohishlaringiz haqida bugungi videomizda aytaman. Hamma sirlarini ochib beraman. Soxta shukurdan yechim shukurga o'tish qanday bo'ladi? Soxta shukur bu faqatgina og'zimizda, ba'zan esimizda kelib qoladigan shukur. Va o'shaning uchun ham biz juda ham ko'p xavotirda yuramiz, juda ham ko'p bizda stress, depressiyalar bo'ladi. Shukronani biz hayotimizni har kunimizni bir bo'lagiga aylantirishimiz kerak. Yechim shukur qanday bo'lishi va uni yozilish tartiblari haqida hozir oxirida gaplashamiz. Men hammasini sizga ketma-ketlikda aytaman. Lekin yechim shukur nimaligini o'zingiz uchun bilib oling. Yechim shukur sizni bu hayotda baxtliligingizdan, uyalganingizdan shukronaga kelish, xursandchilikdan shukronaga kelish bu yechim shukur deyiladi. Nega biz noshukur bo'lamiz? Nega biz hayotimizdagi bor narsalarni ko'rmaymiz? Nega biz depressiya, stressga tushamiz? Bizda xotirjamlik yo'qolib qoladi, uyqusizlik, kasalliklar ko'payib ketadi. Sababi bizda noshukurchilik uyg'onishini eng katta sababi bu biz o'zimizni boshqalar bilan solishtirishimiz. Bu meni o'zim shaxsiy hayotimda ham bo'lgan. Bunga biz bolalikdan o'rganganmiz. Amakini qizi bilan solishtirgansiz, kimnidir o'g'li bilan solishtiriladi, o'g'il bolalar mana shunday katta bo'ladi. Mana shunaqa paytlarda bizda kuchli ichimizda xavotir, qo'rqish, qolib ketishdan qo'rqish, birinchi bo'lmaslikdan qo'rqish va buni hammasini orqasida hislar yig'ilib depressiya, stress va tanamizda turli joylarda kasalliklar paydo bo'lishni boshlaydi. Mana shu solishtirishni boshqalar bilan emas, o'zingiz bilan qilishni boshlashingiz kerak. Bu sizga yechim shukurni bir bo'lagi. Ya'ni siz onangiz, otangiz, atrofingizdagi kimdirlar sizga aytgandagi solishtirmang boshqalar bilan o'zingizni. O'zingizni foydangizga ishlating. Ya'ni siz o'zingiz bilan solishtiring. 1 yil oldin siz qanaqa edingiz, hozir qanaqasiz? 5 yil oldin siz qanaqa edingiz, hozir qanaqasiz? Kecha qanaqa edingiz, bugun qanaqasiz? Mana shu solishtirishni bugundan boshlab o'zingiz bilan o'zingizni solishtiring. Ana o'shanda sizda depressiya, xavotir chekinishi boshlaydi. Sababi biz albatta harakatdamiz, izlanishdamiz. Agar siz kechagi o'zingizdan yaxshiroq bo'tgan bo'lsangiz, 1 yilga o'zingizdan yaxshiroq bo'tgan bo'lsangiz, 5 yilga o'zingizdan yaxshiroq bo'lsangiz, rivojlanayotgan bo'lsangiz, ko'nglingiz to'layotgan bo'lsa, tabriklayman. Sizni hayotingiz joyida va mana shunday rivojda davom etishingiz kerak. Lekin aksincha, orqaga ketayotgan bo'lsangiz, demak sizni hayotingizda qandaydir siz hal qilishingiz kerak bo'lgan hissiy va tashqi qadamlar kerak. Siz tezlikda buni hal qilishga kirishishingiz kerak. Agar o'zingiz bilan o'zingiz solishtirganingizda ham hayotingiz orqaga, ya'ni siz xohlamagan tomonga ketayotgan bo'lsa. Solishtirishni mana shunday qilib, o'zingizni foydangizga ishlatishni boshlang. Endi atrofdagilar bilan emas, o'zingiz bilan o'zingiz solishtirishni boshlang. Hayotimizda va shukronada bir sehrli so'z bor. Bu sehrli so'zning nomi hayotimdan roziman so'zi. Menda hammasi yaxshi akasi deydi-yu. 3 savdoida xuddi shunaqa hayotimdan roziman. Menda hammasi yaxshi deyishingiz rozilik bo'lishi. Ya'ni hayotingizdagi bor narsa, mana undoq shar bo'lsa, mana shu hayotingiz ichida bor narsalar bo'lsa, o'sha bor narsalardan rozilik, mana shu meni roziman so'zi sizni faqat shardan tashqarida, ya'ni sizni hayotingizda bor narsalardan yo'q narsalarga nisbatan faqat e'tiboringiz u yoqqa qaratib, menda bu yo'q devermasdan, hayotingizdagi bor narsalarga ham e'tibor har kuni qaratib turish va mana shu meni roziman so'zi hayotingizga, shukur so'zi hayotingizga hamma yaxshiliklarni, hamma xohishlaringizni kiritadi. Sababi, agar sizdagi gul bo'lsa-ki, uni siz bir insonga bersangiz, ikkinchi gul bo'lsa, uni boshqa insonga bersangiz va olgan insonlarning bittasi rosa ham xursand bo'lsa, sizga rahmat aytsa, ikkinchi inson gulni olsa-yu norozi bo'lib, shu gulmi meni deb mundoq qilib xafa bo'lib, go'yo jahl qilib gulingizni bir chekkaga tashlab kelsa, keyingi safar gulni kimga berasiz? Albatta,
gulingizni xursand bo'lib olgan insonga berasiz. Yaratgan ham har bitta bandasini yaratdi va hayotida qancha imkoniyatlarni ochib berdi. Faqat bizgina o'zimizga kelgan imkoniyatlardan foydalanmaymiz. Va yaratgan ham xuddi shunaqa hayotimizga bergan barcha imkoniyatlardan biz rozi bo'lsakkina, biz uni ko'ra olsakkina va o'zimizni foydamizga ishlata olsakkina, yana bizga qayta imkoniyatlar, qayta yaxshiliklar, qayta xohishlarimizni beraveradi. Shunday ekan, mana shu shukronadagi va hayotimizdagi sehrli so'z, men hayotimdan roziman, shukur deb bor narsalarga e'tiboringizni bir qaratib chiqish bir kunda bir marta. Bu hayotingizga juda katta yaxshiliklarni olib kiradi. O'zimizdan ko'nglimiz to'lmaydi. Bizga yaratganga bizga juda katta imkoniyatlar berganini his qilib turamiz va ko'pincha o'zimizni gunohkor sanab yuramiz. Mana shu narsa hayotingizdan chiqib ketib, o'zingizdan, hayotingizdan va yaratganga ham eng suyukli banda bo'lmoqchi bo'lsangiz, har kuni 5 daqiqagina vaqtingizni shukronaga qarating. Ya'ni 5 daqiqa. Lekin shukrona sizda tilda qolib ketmasligi kerak. Shukrona albatta yozilishi kerak. Sizning shukrona daftaringiz bo'lishi kerak. Shukrona daftaringizga 5 daqiqa 10 ta dona har kuni shukr yozib qo'yishingiz kerak. Bugun hayotingizda bor narsalar uchun. Haqiqiy yechim shukur qanday yoziladi? Men hozir sizga buni tartibini o'rgataman. Eng birinchi o'rinda sizda bor narsa uchun shukur yozasiz. Masalan, hayotimda meni tanam borligi uchun shukur va sababini orqasidan ko'rsatasiz. Chunki tanam menga har kuni xizmat qilyapti. Uni orqasidan esa sizni mana shu tanangizga bo'lgan noroziligingizni yozasiz. Tanangizdan ko'nglingiz to'lmayotgan joylarni yozasiz. Masalan, alhamdulillah meni tanam bor. Tanam menga xizmat qilyapti. Orqasidan nima uchun norozisiz? Lekin bugun mana bu joyim meni og'rib turibdi. Tanamni mana shu joydan meni ko'nglim to'lmay turibdi. Mana shunaqa deb arzingizni yozasiz orqasidan. Keyin mana shu sizni arzingizga qanday yordam berasiz? Shuni yozasiz. O'zingizga tushuntirasiz. Masalan, siz deylik kasalsiz, qatingizlar og'rib turibdi, qanaqa yordam beraman? O'zimga mana bu tabiiy choralarni ko'raman. Yoki sizni chiroyingizdan ko'nglingiz to'lmayapti. Xo'p, o'zingizga tushuntirasiz. Men nimagaki erishsam, mana shu qosh, mana shu ko'z, mana shu tana, mana shu lablar, mana shu qoshlar, mana shu sochlar bilan erishaman. Men mana shu tanamni qabul qilaman. Agar siz o'sha deylik sizni va bizni qurbimiz yetmaydigan narsalar bor. Ya'ni u chiroy bo'lishi mumkin. U bo'lishi mumkin sizni hayotingizga kirishini xohlayotgan katta pullar. Shukrona hamma narsaga yoziladi. Siz hayotingizdagi bor pullar, tana a'zolaringiz, yaqinlaringiz, imkoniyatlaringiz, hayotingizdagi farzandlaringiz, hamma narsaga shukrona yozasiz. Va ketma-ketligini mana shu ketma-ketlikda yozasiz. Ya'ni shukurni keltirasiz, shukurga sababni yozasiz, sababdan keyin undan norozi joyingizni yozasiz va norozi joyingizga qanaqa yordam berishingizni yozib qo'yasiz va undan keyin kuchaytirasiz shukronani. Oxirida alhamdulillah yoki minnatdorman deysiz. Hech bo'lmaganda bir kunda 10 ta dona shukrona yozing. Erta tongda yoki kechki payt uxlashingizdan oldin 5 daqiqa. Bu sizni kasal bo'lmasligingizga, yaratganga shukur qilayotganingiz uchun o'zingizdan va hayotingizdan ko'nglingiz to'lishiga, uchinchidan norozi joylaringizni to'g'irlashni boshlashingizga. Biz juda ko'pincha norozi joylarimizni boshqalar kelib to'g'irlab beradi deb o'ylaymiz. Kasal bo'lamiz, kimdirdan kutamiz. Bu joyimiz og'riydi, kimdirdan kutamiz. Mana shu narsani aksincha yaratgan o'zimizga berib qo'yibdi. Hammamizda qo'limiz bor, oyog'imiz bor, hamma joyimiz bor. Qanaqa yordam berishayotganingizdan keyin siz uni qilishni boshlaysiz. Ya'ni sizda ham hamma narsaga imkoniyat borligini tushunishni boshlaysiz va oxirida minnatdorman deb minnatdorchilik bilan 10 ta shukronani ham yakunlaysiz. Bir kunda 5 daqiqa vaqt ajrating va hayotingizni shukronaga to'ldiring. Barcha imkoniyatlar eshigi mana shu shukronaning ortida bo'ladi. Sog' bo'ling, olgan ilmingizga rozi bo'lasiz. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin.